Assalomu alaykum azizlar. Bugun bir yaqinimizni tabriklash uchun keldik. Bugun muqaddas onajonimizning tavallud ayyomlari. Muqaddas opa, sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan chin qalbdan muborakbod etamiz. Ilohim, mana shu farzandlaringizning baxtli, quvonchli kunlarida doimo mana shunday bosh qosh qilib yurish sizga nasibi ro'za aylasin deymiz va farzandlaringiz nomidan ham chin qalbdan muborakbod etamiz. Azizlar, hozir esa tabriklash uchun ichkariga kiramiz. Mana shu video albatta YouTube ijtimoiy tarmog'ida chiqadi. Biz esa hozir tabriklash uchun ketdik. Qani? Meni oftob jamol, oftob ruhim meni o'ylaridan o'tib bu bo'yim meni onam bilan raqsga tushganda muniskinam odva go'yim meni Betob bo'lsam hech uxlamaydi, Xudodan baxtim so'raydi onam. Onajon, siz borsiz men borman, men siz borman. Onajon, boyligim, o'zimni chiroyligim. Onajon, siz borsiz men borman, mehringizga solman, siz men borman. Onajon, boyligim, o'zimni chiroyligim. Onajon, erkalab boshimni silaysiz, yerdagi baxtimni Sizdan ko'p meni o'ylaysiz, baxtimga sog'lom yurgaysiz, erkalab boshimni silaysiz, yerdagish baxtimni tilaysiz, o'zingizdan ko'p meni o'ylaysiz, baxtimga sog'lom yurgaysiz. Siz mening mehribonim, onam onajonim. Siz mening sabonim, onam onajonim. Siz mening mehribonim, onam mehribonim, yigitman sho'xligim bordan kech kelsam uxlamay kutar meni, qaysi ruhchilik odatlarimga birgina onajonim chidar meni, yigitman sho'xligim bordan kech kelsam uxlamay kutar meni, qaysi ruhchilik odatlarimga birgina onajonim chidar meni. Onam onajonim. Siz mening mehribonim, onam onajonim. Siz mening mehribonim, siz mening sabonim. Bugungi tavallud ayyomingiz bilan chin qalbdan muborakbod etamiz. Ilohim, mana shu farzandingizning baxt va kamoliga doimo sog' bo'lib yuring. Bugun yubileyingiz ekan. 50 yoshga to'libsiz, 100 yoshga to'lganlaringizda ham mana shunday nishonlab o'tirmoq nasib ro'za aylasin deymiz. Hozirgi tabrikimiz Jasur o'g'lingiz, Botir, Surayyo, Mahliyo qizlaringiz va keliningiz, nevaralaringiz nomidan qabul qilasiz. Siz uchun atalgan she'rimiz bor. Shodliklarim sig'may ketar tanamga, bolam deya kirib kelsa xonamga, farishtaga o'xshar derman aslida,
farishtalar o'xshar meni onamga. Donolardan o'tadigan zehni bor, dunyolardan o'tadigan mehri bor. Allasida o'zgacha bir sehri bor. Farishtalar o'xshar meni onamga. Farishtalar o'xshar meni onamga. Farishtalar o'xshar meni onamga. Yana bir bora muborakbod etamiz. Allohim doimo sog' salomat bo'ling, 100 yoshlarga kiring. Va hozir barchangizni raqslarga taklif etamiz. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun ataladi. Marhamat. Raqslarga navbat berishdan oldin mana shu muqaddas opamizni tabriklash istagida bo'lgan yaqinlariga so'z navbatini bersak. Marhamat, Gulbahor opamiz bor ekanlar, ulardan samimiy tabriklar eshitsak. Marhamat. Bugungi jinoyatlarimiz shu qizima uzoq umr tilayman. Salomat tilayman. Allohning sog'lom bo'lsin. Qizlarni chiqarsin, kelinlarni olsin, aqliq, chovliq, yovliq ko'rib qo'yib azab bilan qo'sha qarmayman. Ammo yaxshi kunlarda kelib, to'ylarda kelib, shu o'tirgan mehmonlarning hammasini bu yerda shunday yaxshi kunlar bo'lsin, bosh kelish uzilmasin. Doim shu qizima 100 yosh tilayman Allohdan Xudoyim. Shu bolalarning qizlarning qiziqlarini ko'rsin. Mana aqtiqlar bor, shulardan chiqarib, uylantirib, shularning baxtini, taxtini suyanib ammo yaxshi kunda yurishim nasib etgan Xudoyim qizim sana. Baxt tilayman, umri uzoq bo'lsin. Meni xalqimga beraman. Kadasini to'g'ri kundan chaylayman. Azab qilgan yashar qartayib, asqoq turgan. Hamma yaxshi kunlarda qatnashlar nasib etsin Xudoyim. Umri uzoq bo'lsin. Baxtli bo'lsin. Kadas Tuhan kendak terima. Umri uzoq bo'lsin. Rahmat bo'lsin. Bolalarning rahatini ko'rib, azab bilan mushaqlar o'ynab yurgaysizlar. Hammasiga sog'lik tilayman. Boshqa bitta mashinalarni o'ynarlar, shunday yaxshi kunlarda muqaddas tumanlik qutlu bo'lsin, umri uzoq bo'lsin Xudoyim. Kelin olib, aqtiq ko'rib yurish nasib etsin Xudoyim. Yaxshi o'tib kelsan Xudoyim, shu bolalarning qizlarida so'yilgaysan. Kulib o'ynab shu azab bilan birga. Kesak yaxshi kunlarda kunlik shu og'ay to'g'onlar bilan birga. Hech baxtli bo'l, sog' bo'laysan Xudoyim. Tabriklayman tumanliklarni. Muqaddas tumanlik bilan tabriklayman. Azobdan keyin qartayish, bolalarning qizig'ini ko'rib yurgaysan. Sog'lik, salomatlik bo'lsin. Yana bir vaqt tumanlik bilan tabriklayman. Kadas tabriklayman tumanlik bilan. Astaklar bilan xo'sh aqlari, ular yaxshi o'tib kelsa, shu Baturlikning mahkam to'ylarida ular o'ynab ko'rganmiz. Yana bir tabriklayman. Tabriklayman tumanimiz bilan Astaklarning xo'sh aqlari birgaysiz. Manzura. Tabriklayman. Yaqinroq. Uzoq umr tilayman. Hamma sog' salomat bo'lib yurgaysiz. Muqaddas Rasululloh sizlardan tabriklayman. Ular sizlar o'zim tajribadan sinqirlarning qiziqini ko'rib yuraman. Tabriklayman. Komşuları Zuhrapa. Ramazan, Kudüs'te, Aynen Meden'de, Azat'ta, Boşa Karayasın. Kulağın kızını görgeysin. Vakıcanına, vakıyan koyularını değil, bir teşvik aslan koyularını kaçma. Boşa Karayasın. Vakıyan. Muqaddas tabriklayman. 100 yoshlar to'lgaysiz.
Asaklar bilan birgalikda farzandlarimiz rohatini ko'rib, hamisha baxtli yashaysiz. Rahmat. Kocaman şadiyemekin kutlu olsun. Rahmat. Uzak ömür ko'rgaysan, so'zini yurgaysan, yüzden bilen bakıp hayat geçirgaysan, qo'sha qarag'aysizlar. Bolalaring baxtini, taxtini suyanish nasib etgaylar. Xudoyim Qodirga ta'minlaytirib, zo'r qizlarni sog'lab, mahram yaxshi yerlarga uzatib, Xudoyim shularning qiziqlarini ko'rib nasib etgay hammamizga. Xudoyim berganini farqib ketgaysan, ochilishib ketgaysan, yaxshi ketgaysan. Xudoyim shunday kelishib, yuzga kirganda men 97 bo'ladi ekanman. Shunday kamroq qaqayib qayaqmas biroq. Apa, sizin izinizden tepeleşip yürürler. Xudoyim sizin hem yaşınızı bergay bizlerge. Gülçür apa, sizin hem Xudoyim sizlerin izinizden hemmemiz tepeleşip yürürgemiz. Oturgan orlarımız oyulmagaydı. Hemmemizin hem. Hemmemiz öz uyumuzda bola çakamızı eline soğuk ürmek, aktık, çavuluk, yavuluk, yapık alaydıra Yine bir mertebe kıymet, gücü yaramıyoruz. Galiba bu kalasya. Tırkınız bilmek nesbetki, yine bir mertebe kıymet, doğan konumlar. Kesinler. Kazapan, tamam günümüzde şerbetleyen. Güzel kıyesi, sanat kalanızın, apa sizin hepimizi soyuncaysınız, bu yıllar başlıyorsunuz. Apa birinci sizleri bilmem birinci. Tuğan günümüz bilen bugün ilk ferzendinizi göreyim, kuaniyim etmeniz bilen. Özürler geçirakları bilen apa, kuanca yarımancık gitti. Kudayım şu var, şu kanız buzulmaya ayıplar. Ne gidiyorsunuz yılanım var? Kuanca'yı sepe, onu oldu. Kuanca'yı şurada işini oluyor anlamam kudayım. Hamisha yaxshi o'tmashini nasib etgay. Shu hamisha yaxshi kun bo'lay. Assalomu alaykum. Kelganlarning hammasini yana bir marta. Qanday o'tir? Ayol, tabriklayman. Opamdan keyingi izimdagi opam. Hammangizga yaxshi ko'raman. Opamga rahmat bizlarni shunday beshavlikda tutib qo'yganlar. Xudoyim o'rlarimiz yo'qolmasin. Sizin izinizden bizlerden varlayımızı yettiğimiz Xudoyim. Birleşip, birge yürümek, birge hacanalar bulmak nasip ettiği Xudoyim. Tabriklayman. Arka ballarımızdan baxtını, taxtını ko'rmak hammasidan nasib ettiği Xudoyim. Tabriklayman. Quvonch yoshlar bu yoshlar. Quvonch yoshlar. Mana Surayya yo'q, opam. Qizi Surayyamdir. Tabriklayman umam. Yoshlarda hamma vaqtimizda sog' yuring. Boshida yaxshi keladi. 2 yil oldu. Apam 6. kızı o. Oftobi ro'yim meni o'ylaridan o'tib bu bo'yim meni onam bilan raqsga tushganda Dünyada yok mendek baxtiyor onam bilan raqsga tushganda qandayin shirin halovat Robbim menga bergan inoyat. Tabriklayman.
sizlarga kirgaysiz. Hammasini yaxshi narsalarni qo'shiladi. Rahmat kattakon. Muqaddas opa yana bir bora tabriklaymiz. Madkor ekansiz. Hozirgina bitta ikkita tug'asiz, to'rtta tug'ibsiz. Ilohim mana shu farzandlaringizning baxtli, kamoliy, quvonchli kunlarini ko'rib yurmoqlik Azod aka bilan sizga nasibi ro'za aylasin deymiz. Endi esa siz uchun ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin, mashalloh. Farzandlaringizni baxtiga siz farzandlaringizni baxtiga sizni baxtingizga farzandlaringiz sog' bo'lsin, doimo mana shunday ko'p mana shunday tug'ilgan kunlarni o'tkazish nasibi ro'za aylasin deymiz. Endi esa navbatni qo'shiqlarga beramiz. Siz uchun atalgan chiroyli qo'shiqlar barchani raqsga taklif etib qolamiz. Güzelden karar verdim. Güzel halamdan onun tebrik singlim namınlanam. Yani 2 yılına var, o da kayıp var. Söz bu aramızda yok. Hazır Rusya'da ko'rib o'tirgan bo'lsam, meni ata-onam tabrikladim. O'lishga. Rahmat kattakon. Endi esa qo'shiqlarga navbat. Taxtim butun Fakat yaşlılıklı sıraydı, bir top olsa hiç utanaydı. Xudodan qalbim sıraydı bana. Fakat yaşlılıklı sıraydı, bir top olsa hiç utanaydı. Xudodan qalbim sıraydı bana. Anacan, amanacım faydiye, vatandaş şuraydiye. Baktım ne tilaysiz, bu dizden tut beni öyleysiz. Baktım ya sağlama boyunsuz, mone canım. Sizsiz benim mehribanım. Mone canım. Benim zamanım. Beni duruptu. Bana bakacak bakasın durdu. Lakin varamam yanına. Mikrofonu silmeyi bin duruptu. Lakin varamam yanına. Mikrofonu silmeyi bin duruptu. Şakaran karan karan, karan karan karan, şakaran karan karan, param param, şakaran. Gözlerim dışından ze almadım. Bakışımda kalemim almadım. Bu ne şiray bu ne kamer vay vay. Hiç olmasan ömrünü almadım. Bu ne şiray bu ne kamer vay vay. Hiç olmasan ömrünü almadım. Şakaran karan karan, kılıka karan karan karan, bana şakaran karan karan, param param. Şakaran, kılıka karan, bana şakaran, param param. Şamdaki param, de salam param. Senin kabarcık ol, salam bende salam. Beni sen aldama, param de sen param.
Kasbingizda baraka topsin. Rahmat. Vallahi qadrini ko'rgaysiz. Rahmat.
Thank you.